sobiq Sovet ko'li yer yuzidagi eng radioaktiv joy. Hatto Chernobyldan ham 10 baravar xavfli. 1950-yillar Sovet ittifoqining ichkarisida Ural tog'lari bag'rida joylashgan maxfiy zavod tinchgina turgan ko'lga yadro chiqindilarini tashlashni boshlaydi. Hech qanday belgi yo'q, hech qanday ogohlantirish yo'q. Bu joyni Qarachay ko'li deb atashadi. Hududni askarlar qo'riqlaydi, mahalliy aholiga esa hech narsa aytilmaydi. Ular uchun bu shunchaki yopiq hudud xolos. Ammo aslida ko'l dunyodagi eng zaharli yadro chiqindilari bilan to'lib boryapti. Sovetlar buni nazorat qila olamiz deb o'ylashadi. Ular to'siqlar quradi, qo'riqchilar qo'yadi va bir muddat hammasi nazorat ostida turgandek tuyuladi. Lekin keyin qurg'oqchilik boshlanadi. Suv sathi tushib ketadi. Ko'l tubi quriydi, yoriqlarga bo'linadi. Radioaktiv chang havoga ko'tarila boshlaydi. Shamol bu zaharli zarrachalarni yaqin atrofdagi shaharlarga olib ketadi. 500 mingdan ortiq odam radiatsiyaga duch keladi. Ba'zilariga esa nega kasal bo'layotgani hech qachon aytilmaydi. Hukumat sukut saqlaydi. Hozirga qadar ham ko'plab rasmiy hujjatlar yashirilganicha qolmoqda. Yanada qiziq hikoyalarni ko'rish uchun obuna bo'ling.